Adam avtobus kuzatuvchilarimiz, agarda sizlarda ham mana shunaqangi antikvariant avtomobillaring bo'lsa, kelib sizlar ham antikvariant nomerlarda qadab ketishlaringiz mumkin. Mana hozir akalarimiz olib kelishdi, qaranglar, mashinalarni. Voy mashalloh, go'zalligini qaranglar. Eslatma o'rnida aytib qo'yapmiz. Agregat qismi to'liq bo'lishi, ya'ni dvigatel kuzovi o'zgarmagan bo'lishi kerak. Tartiblarida endi bunga so'mma qancha ketadi deydigan savollar ham bo'ladi. So'mma davlat raqamiga to'lov qilasiz 1,442 ming so'm, 288 ming so'm texpasportga, 41,200 so'm ro'yxatga qo'yish, 41,200 arizasiga. Plus jamini hisoblab turib, hisobini chiqarib ham qo'yishimiz mumkin. Va shunaqa to'lovlar ketadi. Kelibsizlar ham mana shunaqangi mashinaga antikvariat nomer olib ketinglar. Mana hozir hamma xodimlardan ko'rib, buni osмотр qilib, xat hujjatlarini tayyorlab kuzatib borishadi.